Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Visual Studio Code, qisqacha qilib aytganda VS Code dasturini kompyuterga qanday o'rnatish va undan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Bu dasturchilar uchun eng mashhur va qulay kod yozish muharriri hisoblanadi. Keling, biz avvalambor dastur Visual Studio Code'ni o'rnatish uchun web brauzerini ochib olamiz va ochib olgan web brauzerimizni qidiruv tizimiga VS Code download deb yozib Enter tugmachasini bosib qidiruv beramiz. Va ko'rib turishingiz mumkin, qidiruv tarixining yuqorisi chiqib turibdi. Download Visual Studio Code ni bosib saytga kirganimizdan keyin bizga yuklab olish uchun o'zimizning sistemamizga mos variantlarni beradi. O'zingizning sistemangizga mos variantni tanlab download tugmachasini bosasizlar. Shaxsan meni kompyuterim Windows bo'lganligi uchun men Windows ni bosaman va kompyuterga o'rnatish boshlanadi. Mana. Visual Studio Code haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, bu Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan bepul kod yozish muharriri hisoblanadi. U yordamida HTML, CSS, JavaScript va boshqa ko'plab dasturlash tillarida kod yozish imkoniyati mavjud. Juda tez va yengil ishlaydigan kod yozish muharriri hisoblanadi. Juda ko'p sistemalarni ishlash imkoniyati mavjud. Ya'ni kuchsizroq kompyuterlarda ham bemalol ishlab ketaveradi. Chunki yengil dastur, unchalik darajada tushunish qiyin emas. Uning interfeysi juda ham osonlik bilan qurilgan va mana o'rnatib oladi. Papkani ikonkasi turibdi va mana shuni bosamiz va mana o'rnatib oladi. Mishkani chap tomonini bosib 2 marta mana ochildi. Bu boshqa dasturlarga o'xshab next qilib ketaveriladi. Create a desktop icon ni bosib qo'yamiz va yana next. Install tugmachasini bossanglar, sizlarning kompyuterlarga o'rnatish boshlanadi. Lekin men install tugmachasini bosmayman, sababi mening kompyuterimda oldin o'rnatilgan bo'lganligi uchun. Sizlar install tugmachasini bossanglar, avtomatik tarzda sizlarning kompyuterlarga o'rnatish boshlanadi. Kompyuterga o'rnatib bo'lganimizdan so'ng biz endi birinchi loyihamizni ishga tushirishimiz kerak. Visual Studio Code'ni ochishimiz kerak, kod yozib ko'rishimiz kerak va natijani ko'rishimiz kerak. Endi mishkani o'ng tomonini bosamiz va papka ochib va papkani drag and drop usulida mishkani chap tomonini bosib olib kelib tashlash ochishimiz mumkin. Visual Studio Code'ni tashlab ochishimiz mumkin. Drag and drop usulida tashlab ochishimiz mumkin. Keyin yana bitta usul bor. Mishkani o'ng tomon bosiladi, show more option bosiladi va mana shu yerda open with Visual Studio chiqib turadi. Buni ham bosishinglar mumkin. Bunda ham Visual Studio Code ochiladi. Endi biz Visual Studio Code'da interfeys bilan tanishadigan bo'lsam, interfeysi oddiy. Birinchi bo'lib, sizlar yuqorida ko'rinib turibdi, ya'ni file. Visual Studio Code'da ikonkasini tepada turibdi. Mana shuni oldida file bosib Auto save bosib qo'yamiz. Sababi bizning kompyuterimiz to'satdan o'chib qoladigan bo'lsa va kodda yozilgandan keyin uni saqlanib qilish kerak. Har doim Ctrl bilan S bosib saqlanib qilish kerak bo'ladi. Mana shu bizning kod yozishda bizni vaqtimiz olmasligi uchun auto save bosib qo'ysak, avtomatik kodlarni saqlanib qiladi va bizning kompyuterimiz to'satdan o'chib qoladigan bo'lsa, bizning ya'ni yozgan kodlarimiz o'chib ketmaydi. Kompyuterimiz qayerda to'xtagan bo'lsak, ana o'sha joyda yozib ketaveramiz, kodni yozishni davom ettirib ketaveramiz. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda new folder deganda, bu yerda fayllarni qidirish imkoniyati mavjud. Qidirish. Bu yerdan mana extension bo'limi bor. Extensionni ustiga bosamiz. Search extensions deb qo'ygan. Bu yoqqa ya'ni extension qidirishimiz mumkin. Sizlar birinchi bo'lib open in browser degani bor. Keyingi darslarimizda foydalanadigan va bizga zarur bo'ladigan extensionlardan biri open in browser deyiladi va mana shu yerda install turadi. Mana shu installni bosib kompyuterga o'rnatasiz. Extension o'rnatib olasizlar.
Yana bittasi bor. Live server. Live server bossanglar ham install turadi. Mana shu yerda install bosib o'rnatib olasizlar. Va nima uchun men open in browserni va live serverni o'rnatib olish kerak dedim? Chunki biz keyingi darslarimizda HTML mavzularini boshlaganimizdan so'ng bizga yozgan kodlarimiz natijasini browserda ochish kerak bo'ladi. Ana o'sha vaqtda bizga kerak bo'ladi. .html. Shift bilan bir bosib window chiqadi va enter tugmachasini bosamiz. Va mana HTML strukturasi chiqadi. HTML strukturasini chiqqanidan so'ng bizni loyihamiz brauzerda ko'rinishi uchun istalgan bitta h1 degan kodning ichiga hello world deb yozamiz. Va mishkani o'ng tomonni bosamiz. Open in Ans browser bor, open in default browser bor va open with live server bor. Bular nimalarga javob beradi? Open with live server degani bu kodlarni jonli tarzda serverda ko'rish degani. Ya'ni misol uchun olganda mana paragraf deyman va lorem 20. Va mana ko'rib turganingizdek men hech qanday update qilganim yo'q brauzerni, lekin avtomatik tarzda menga kodlarni chiqarib beryapti. Bu live server orqali ochildi brauzerda. Endi bizda open in default browser bor, open in Ans browser bor. Open in Ans browser degani bizni kompyuterimizda o'rnatilgan brauzerlarni qaysi birida ochishimizni bizga tavsiya beradi. Google Chrome'da, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer bor, Microsoft Edge. Mana hozir Google Chrome'ni bossam, avtomatik tarzda mana Google Chrome'da ochiladi. Endi mana Google Chrome'da ochildi. Endi live serverda avtomatik kodlarim ko'rinayotgan bo'lsa, update qilmagan holatimda ko'rinayotgan bo'lsa, endi open in Ans browser qilib ochganimda menda avtomatik update qilmaydi. Men update qilishim uchun va kodlarni ko'rishim uchun update tugmachasini bosishim kerak. Mana misol uchun olganda h2 deymiz, hello deymiz yoki misol uchun olganda salom. Mana bu yerda chiqmadi. Biz bu yozgan kodimiz brauzerda ko'rinish uchun update tugmachasini bosganimizdan so'ng mana endi chiqdi. Ya'ni farq shundaki, live server bu update qilmasak ham avtomatik tarzda bizga update qilib beradi. Open in Ans browser biz qaysi brauzerda ochishimiz kerakligini bizdan so'raydi. Open in default browser degani. Misol uchun olganda Google Chrome bo'lsa, Google Chrome'dan ochaveradi. Qaysi brauzeringizda sizlarda ochib turgan bo'lsa, birinchi ana o'sha brauzeringizdan ochadi. Biz hozirda Visual Studio Code'ni qanday ishlashini o'rgandik. VS Code kompyuterga qanday o'rnatish, muhit bilan qanday ishlash, birinchi papkani ochib kod yozishni o'rgandik. Agar siz dasturlashni boshlamoqchi bo'lsangiz, VS Code eng yaxshi tanlovdan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda talab kuchli hisoblanadi VS Code'ga. Kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda yana ko'plab amaliy darslarni o'rganamiz. Xayr, salomat bo'ling.